inson birov bilan nima uchun do'st bo'ladi va nima uchun bir yigit va qiz, erkak ayol oila quradi? Qachonki ikki odam bir-biriga do'st bo'lyapti, qalbi ulfat bo'lgani uchun muhabbatga. Qalbi ulfat bo'lishi uchun bu ikki odamning saviyasi, bir-biri bilan gaplashish uchun saviyasi, ma'lumoti, ilmi barobar bo'ladi. Bir-biri bilan gaplashib, bir-biridan qoniqa oladi, bir-biridan foyda oladi. Ilmsiz odam bilan gaplasha olmaysiz-da. Masalan, ilmda sizdan past odam bilan siz gaplasha olmaysiz. Sizga uning gaplari bachkanda tuyulaveradi. Zerikib ketasiz. U sizni tushunmaydi. Siz o'zingiz tengingizni izlaysiz. Eri xotin bo'lgandan keyin, erkak va ayol nikoh qurib, oila qurganlardan keyin bular nafaqat yoshlari o'sadi ularda, yoshlar katta bo'ladi. Bularni saviyalari ham o'sib boradi. Ilmiy salohiyati ham o'sib boradi. Bizda eng katta xatolardan biri oila qurgandan keyin mana shu o'sishda ayollar qolib ketyapti. Erkak o'sayapti. Erkak o'qiyapti, izlanyapti, yurayapti. Ayol uyda qolib ketyapti. Ayolning saviyasi ham erkakdan orqada qolib ketyapti. Bir kun borib, bir yildan keyin ikkalasi qarasa ikkita tomonda. Bir-biriga tegami? Janjal boshlandi keyin. Bir-birini tushunmayapti chunki bular. Kim sababchi bu janjalga? Oilaga mas'ul bo'lgan erkak sababchi. Erkak faqat o'zini o'ylamasdan ayolni ham o'qitish kerak. Ayolni shug'ullantirish kerak.